Salom barchaga, Glassmorphism onboarding loyihasining keyingi videosiga xush kelibsiz. Bugun biz onboarding screenni amalga oshiramiz. Ya'ni bizda komponentlar tayyor, barchasi ana endi ularni bir yerga to'plash qoldi. Ilovaga e'tibor bersak, bu yerda onboarding screenda yuqorida ikkita tugma, o'rtada rasm, orqa fon, ya'ni blur background qo'llanilgan va kart joylashgan. Ularni biz bitta joyda to'plashimiz kerak. Buning uchun presentation layerda yangi kodli fayl yaratamiz. Unga onboarding screen nom beramiz. Uning ichida yangi composable funksiya ochamiz. U ham fayl nomi bilan bir xil. Ana endi root element sifatida boxdan foydalanamiz. Nega endi aynan box? Box qilishimizdan maqsad bu yerda bizda orqa fon bor va uning ustiga turli elementlar chizilgan. Orqa fon va ustki elementlar ustma-ust joylash uchun boxdan foydalanishimiz kerak. Box ichida birinchi o'rinda blur background chaqiramiz. Ya'ni orqaga blur background joylashadi. Bu yerda blur background state, ya'ni qanaqadir raqam qabul qiladi, ya'ni sahifa raqamini qabul qiladi state sifatida. O'sha state ni mana shu onboarding screenni o'zida UI ichida yaratamiz. Buning uchun var sifatida e'lon qilamiz. Current page deb nomlaymiz. By delegation orqali remember ichida mutable state obyektini yaratamiz. Mutable in state of null. By'ni import qilamiz. Get value, set value ni. Ana endi e'tibor bering, bu yerda mutable in state ni nulldan boshlashimiz kerak. Nega? State o'zi backgroundda eslasak 1, 2, 3 holatda bo'lishi mumkin. Bu yerda 0 holat handle qilinmagan, 1, 2, 3 lar handle qilingan. Bu yerda 0 deb beryapmiz. Bu yerda agar 1 deb beradigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri mos keladi. Lekin unda keyinchalik muammolar yuzaga keladi. Chunki biz bu current page state orqali oldindan yaratilgan pages listiga kirishimiz kerak. Bu yerda page listini yaratganmiz va bu yerda indekslash 0 dan boshlanadi. Shuning uchun bu yerda biz uni 0 dan boshlashimiz kerak va shunchaki backgroundga uni +1 deb uzatishimiz kerak. Blur background tayyor va undan so'ng column joylashtiramiz. Column nega endi aynan column? Chunki bu yerda elementlar yuqoridan pastga joylashtirilgan va birinchi o'rinda bu birinchi qator, keyingi qator va keyingi. Bu yerda ikkita battonni joylashtirishdan boshlaymiz. Ular o'zaro vertikal holatda joylashgan. Bunday holatda joylashtirish uchun bizga row kerak. Row composable chaqiramiz va uning ichida birinchi bizda button bor va bu button pagening holatiga qarab o'zgaradi. Ya'ni birinchi sahifada bu shunchaki close button, ikkinchi va keyingilarida orqaga qaytish tugmasiga aylanadi va shunga qarab funksionalligi ham o'zgaradi. Buni biz if bloklar orqali aniqlaymiz. Agar current page teng bo'lsa 0 ga, ya'ni dastlabki holat birinchi sahifada bu 0 ga teng bo'ladi va aks holda ikkinchi holatni ham yozamiz. Birinchi holatda, ya'ni current page 0 ga teng bo'lgan vaqtida mana shu holatdagi tugmani yasashimiz kerak. Buning uchun boxdan foydalanamiz. Box ichida ikonka va ikonkaning image vektoriga icons default close iconni beramiz. Va bu yerda content description qabul qiladi. Content descriptionni belgilash majburiy. Unga shunchaki null qiymat uzatamiz. Agar istasangiz har qanday matnni joylashtirishingiz mumkin. O'zi content description bu ekran o'quvchi vositalarida mana shu ikonda mana shu content descriptiondagi ma'lumotni o'qiydi. Xo'p, ana endi boxga turli o'zgartirishlar kiritishimiz kerak. Birinchi o'rinda boxni clickable qilish uchun buni icon buttonni o'ziga o'rab olganimiz ma'qul. Buning uchun icon button composable chaqiramiz. Icon buttonda on click parametr bor. Uning ichiga esa mana shu icon joylashtirmaymiz, uni o'rniga boxdan custom icon yaratamiz. Hop, ana endi boxni sozlashimiz kerak. Modifier beramiz. Yangi modifier. Hop, modifierni circle shakliga keltiramiz. Buning uchun clip modifierga circle shape beramiz va orqa fonni oq rang bilan belgilaymiz. Uning ichiga icon joylashtiramiz. Iconni oq fonda qora rangda ko'rinishi uchun uni tint parametriga color black uzatamiz. Color black. Preview tayyorlab olamiz. Buni ko'rib olish uchun appsimni import qilamiz. Onboarding screen chaqiramiz. Previewga qaraymiz. Bizda deyarli o'xshadi, faqat bu yerda close button sal kichikroq. Buning uchun iconga modifier berish mumkin. Argumentlarni alohida qatorga ajratib olamiz va iconga modifier beramiz. Modifier, yangi modifier. Padding berishdan boshlaymiz. Atrofidan 5 dp padding va unga o'lcham beramiz. Size modifier orqali 15 dp. Va endi o'xshadi. Bu yerda sal masshtab kattalashib qopti. Mana, deyarli bir xil. Hop, shu bilan bizda mana shu close button tayyor. Endi aks holda close bo'lmasa, ya'ni keyingi page ga o'tgan taqdirda uni o'rniga
icon button joylashtiramiz. Shunchaki icon button 10 klikda nima sodir bo'lishini keyinchalik belgilaymiz. Ichiga icon joylashtiramiz. Arrow back ni beramiz. Content descriptionga null qiymat uzatamiz yana. Va tint, ya'ni uning rangi oq rangda bo'ladi. Color white. Argumentlarni alohida qatorlarga bo'lib olamiz. Mana buni test qilib ko'rish uchun mutable state'ni vaqtinchalik birga o'zgartirib turamiz. Va bizda button tayyor. Mana endi mana shu if else dan so'ng, ya'ni if else dan so'ng bizda mana bu tugma bor. Buni ham yaratishimiz kerak. Buning uchun icon button composable dan foydalanamiz. Click parametrini uzatamiz. Hozircha bo'sh. Ichiga icon joylashtiramiz. Icons defaultdan favorite iconi bor. Favorite ni uzatamiz. Content descriptionga null, tintga color white. Tintni name qilib uzatishimiz kerak ekan. Va bizda bu ham tayyor. Faqat bu yerda ular yonma-yon joylashdi. Ekranning ikki chekkasiga joylashtirish uchun rowni o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun birinchi o'rinda rowga modifier beramiz. Modifier va to'liq kenglikni egallash kerak. Buning uchun fill max width ni qo'llab, undan so'ng rowni o'zidagi gorizontal arrangementga space between arrangementni beramiz. Space between bu ikkala chekkaga to'liq joylashtiradi. Ya'ni bo'shliqni o'rtaga qo'yadi. Xo'p, shu bilan bizda asosiy yuqori qismda joylashgan row tayyor. Ana endi birinchi o'rinda bu yerda qolib ketgan qismlar bor. Mana funksiyada kelayotgan modifierni boxni o'ziga uzatishimiz kerak. Boxni o'ziga yo'q, bu yerda modifierni boxga emas, columnga berganimiz ma'qul ekan, chunki box shunchaki to'liq ekranni egallash kerak. Agar tashqarida modifier qanaqadir o'zgarishlarga uchrab, size berilgan holatda uzatilsa, unda box, ya'ni mana blur backgroundni ham o'lchamiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda fill max size ni berib, shundan so'ng padding beramiz. Paddingni gorizontal bo'yicha, ya'ni ikki chekkadan 30 dp qilib belgilaymiz. 30 dp. Ana endi bular ichkariroqqa kirdi, faqat yuqoridan ham bo'sh joy qolishi kerak. Buning uchun rowni o'ziga beramiz. Padding topdan 25 dp. Va tayyor. Ana endi shu bilan biz yuqori qator tayyor bo'ldi. Bunga qaytarib qo'yamiz. Undan so'ng mana shu rowdan keyin row bu yerda tugayapti ekan. Mana bu rasmni joylashtirishimiz kerak. Buning uchun oddiy image composable dan foydalanamiz. Image painter sifatida painter resurs berishimiz kerak. Buning uchun maxsus painter resource funksiyasi bor. Painter resursga rasmni, ya'ni drawable obyektning ID raqamini berishimiz kerak. Bu bizda nimaga teng bo'ladi? Bizda pages listining current page orqali kirib olamiz. Ya'ni bu yerda pages bizda oldindan belgilangan, ya'ni sahifalar oldindan yozib chiqqanmiz klassda. Mana bu yerda mana shuning index orqali mana current page bu yerda state obyekti bizda index rolini bajaradi va shu index orqali kiramiz va shu olingan pageda image maydoni bor. Image mana shu rasmni hosil qiladi. Xo'p, ana endi image composable yana qolgan parametrlari ham bor. Albatta u content description, bu null qiymatga ega bo'lishi kerak. Majburiy parametr faqat shu. Va previewni ko'ramiz. Previewda rasm kichik bo'lib qoldi. Uni ekranga to'liq joylashtirish uchun modifier berishimiz kerak. Modifierda aspect ratio modifier bor. Bunga 1f deb bersak, to'liq kenglik va balandlik to'liq egallanadi. Ana endi buni doirasimon, ya'ni yumaloq shaklga keltirish uchun clip modifierdan foydalanamiz. Shunchaki circle shape beramiz. Va shu bilan bizda rasm tayyor. Va o'lchamda biroz farq bor, ya'ni kichikroq bo'lishi kerak ekan. Ilovada kichikroq, o'lchamni biroz kichraytiramiz. Bunga size modifier beramiz 280 dp. Faqat uni aspect ratiodan yuqori qo'yishimiz kerak. Va shunda o'rtadan bo'lmay qoldi. O'rtada qilish uchun align modifier beramiz. Alignga alignmentdan center horizontal alignment beramiz. Shunda o'rtada joylashadi. Va e'tibor bering, yuqorida biroz bo'shliq bor, ya'ni bo'sh joy bor, bu yopishib qolmagan. Buning uchun biz spacerdan foydalanishimiz kerak. Imagedan oldin spacer beramiz. Bunga modifier obyekt uzatishimiz kerak. Modifier height modifier beramiz. Balandlik taxminan 20 dp qiymat beramiz. 20 dp yetarli menimcha. Ana endi image ham tayyor. Faqat ilovaga e'tibor bersak, bu yerda rasm animatsiyaga uchraydi. Ya'ni kichiklashadi, kattalashadi. Bu animatsiyani bunga qo'llashimiz uchun imageni animated contentga o'rashimiz kerak. Buning uchun uni
Animated contentga o'raymiz. Animated contentda asosiy parametr bu target state. Target state sifatida current page'ni beramiz. Current page bizda o'zgaruvchan state. Mana shu state o'zgarganda ichki qism, ya'ni ichkari joylashgan kontent animatsiyaga uchraydi. Animationni, image'ni animation contentga joylashtiramiz. Va bu yerda biz parametrdan foydalanishimiz kerak. Mana shu animated contentni oxirgi lambdada kelayotgan parametr bu mana shu current state, ya'ni target state'da qabul qilingan qiymatni, joriy qiymatini beradi. Bu bizga page deb nomlaymiz. Page va bu yerda current page emas, mana shu page'dan foydalanamiz. Shunda xatolik yo'qoladi. Bu yerda yana o'rtada joylashmay qoldi. Buning uchun animated contentni o'zini moslashtirishimiz kerak. Buning uchun modifier beramiz. Modifier size modifier beramiz. 280 dp ni animated contentni o'ziga va align qilamiz. Ya'ni align modifier beramiz. Bunga alignmentdan center horizontalni beramiz va bu yerdagi 280 dp modifierni hamda alignmentni olib tashlaymiz. Shu bilan tayyor. Bu default animatsiyaga uchraydi. Ya'ni default animatsiya bunday, ya'ni ilovadagidek emas. Ilovada qanday animatsiya bor? Ilovada mana bu tekstlarniki kabi fade va scale animatsiyasi bor. Buni ham bu yerda belgilashimiz kerak. Animated contentdagi transition special parametriga lambda uzatamiz va bu yerda quyiga animatsiyani berishimiz kerak. Fade in plus scale in va bular enter transitionlar, ularga together with orqali exit transitionlar qo'shishimiz kerak. Fade out, scale out. Shu bilan mana shu ilovadagi animatsiyaga uchraydi. Ana endi bizda image ham tayyor. Animated content ichida. Undan so'ng imagedan so'ng yana spacer hosil qilamiz, ya'ni bo'shliq spacer. Modifier obyektni uzatishimiz kerak. Modifierni faqat heightdan emas, weightdan foydalanamiz, ya'ni og'irlikdan. Hozircha brave deb berib turamiz. Bu bo'shliqni, qolgan bo'shlig'ini to'liq egallaydi bu spacer va asosiy element bizda onboarding card. Mana shu onboarding cardni joylashtiramiz. Onboarding card. Endi onboarding cardni bir qancha parametrlari bor. Birinchisi page parametri. Page parametriga pages listining shu current page state orqali pageni olib beramiz. Bunga parametr bu yerda button actions ekan. Button actions onboarding card ichidagi tugmalar bosilganda qanday actionlar ro'y berish. Button actionsda 3 ta parametr bor edi, ya'ni skip, next va get started parametrlar. Skip action bosilgan vaqtida xotiraga foydalanuvchi kirganligi haqidagi ma'lumot yoziladi. Buni hozircha biz implementatsiya qilmaymiz, shunchaki bo'sh qoldiramiz. Keyingi next tugmasi esa next action shunchaki current page ni bittaga oshiradi, inkrement qiladi, keyingi sahifaga olib o'tadi. Va keyingisi bu get started action. Get started action eslashimiz kerak, onboarding cardni yaratgan vaqtimizda get started actionning null yoki null emasligiga qarab bu yerda tugmalar o'zgartirilgan. Shuning uchun bunda maxsus logika qilishimiz kerak. Agar current page teng bo'lsa 2, ya'ni oxirgi sahifada bo'lsa, unda biz get startedni uzatishimiz kerak. Keling, shuni birinchi teng emas holatlarini uzataylik. Teng emas holatda, ya'ni oxirgi sahifada bo'lmagan holatda biz shunchaki null uzatamiz, null qiymat uzatamiz. Aks holda qanaqadir action. Va bu yerda xatolik, bu actionni obyekt sifatida uzatishimiz kerak. Buning uchun uni oyismo qavsga o'rashimiz kerak. Va get started ichida, ya'ni bosilgan vaqtida nima sodir bo'lishi skip bilan bir xil va biz buni keyinchalik handle qilamiz. Shu bilan kart ham joylashdi. Faqat bu juda pastga tushib ketib qoldi. Buning uchun spacer bilan uni yuqoriga ko'taramiz. Onboarding kartdan keyin yana spacer qo'yamiz. Faqat bu yerda tepada ko'proq joy qolish uchun tepadagi spacerni 2F deb belgilaymiz. Shunda qolgan bo'sh joyning 3 dan 2 qismi yuqori qismida, bir qismi pastda qoladi. Shu bilan sahifa tayyor. Ana endi buni previewda ishga tushirib ko'ramiz. Faqat bu yerda qolib ketgan bir qancha actionlar qolib ketdi. Bu yerda ya'ni close button, bizda close button, ya'ni bu bosilgan, mana shu close button bosilganda nima bo'lishini belgilamadik. Bu narsani belgilab qo'yamiz. Buning uchun bizga activity kerak bo'ladi. Current page state'dan keyin activityni belgilab olamiz. Activityni olish juda ham oson, shunchaki local activity xususiyati kiritilgan. Compose kontekstiga local activityning joriy activity olinadi. Local activity current. Mana shu activityning maxsus metodi bor. Activityda finish metodi ilovani yopadi. Faqat bu null bo'lishi mumkin, ya'ni activity null qiymatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun null check bilan yozamiz. Close button amalga oshirildi. Ana endi keyingisiga e'tibor beramiz. Keyingisi bu rollback, ya'ni orqaga qaytish. Mana bu tugma bosilgan vaqtida orqaga qaytish kerak. Buning uchun shunchaki current page state'ni bittaga kamaytirishimiz kerak, decrement qilishimiz kerak, ya'ni
Va bo'ldi. Ana endi bizda bu yerda skip va get started qoldi. Buni biz keyinchalik view model orqali amalga oshiramiz. Hozircha biz UI ni qurib bo'ldik. Ana endi buni test qilish qoldi. Test qilish uchun main activity ni ichida onboarding screen ni chaqirib ko'ramiz. Onboarding screen va ilovani ishga tushiramiz. Va ilova ishga tushdi. Next ni bosib ko'ramiz. Hammasi joyida ishlayapti. Mana get started ham, orqaga qaytish ham joyida ishlayapti. Skip hozircha ishlamaydi, get started ham hozircha ishlamaydi. Page indikator hammasi joyida ishlamoqda. Ana endi mana shu skip bosilganda va get started bosilganda foydalanuvchi kirganligi haqidagi ma'lumotni xotiraga yozish qoldi. Buning uchun biz birinchi o'rinda main activity ni yopamiz, bularni yopamiz. Application stop qilamiz. App modulining Gradle fayliga quyidagi dependensiyalarni qo'shishimiz kerak. Hop, bu yerda biz Dagger Health'ni qo'shyapmiz va Datastore Preference. Datastore Preference aynan shu foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni yozish uchun kerak. Dagger Health esa dependency injection uchun. Bundan tashqari bizda bir nechta pluginlar bor, o'sha pluginlarni ham qo'shishimiz kerak. Ular quyidagilar. Hop, app modul build Gradle qilish kerak bo'lgan o'zgarishlar tugadi. Ana endi project leveldagi build Gradle fayliga ham plugin qo'shishimiz kerak. Dagger Health pluginini va sinxronizatsiya qilamiz. Sinxronizatsiya tugagandan so'ng quyidagi ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Bu yerda onboarding packageda bizda 3 ta qatlam bor. Data layer, domain layer va presentation layer. Presentation layer UI uchun javobgar. Data layer esa ma'lumotlarni boshqaruvchi qatlam. Domain layer esa biznes mantiqni, biznes qoidalarini o'z ichiga oladigan va data va domain layer orasidagi ko'prik vazifasini bajaruvchi qatlam hisoblanadi. Biz bu yerda domain layerda quyidagi ishni qilishimiz kerak. Domain layerda yangi package yaratamiz. Uni manager deb nomlaymiz. Manager package. Manager package ichida esa yangi Kotlin fayl yaratamiz. Local user manager. Va bu interface bo'ladi. Bu yerda biz hozirda domain qatlami ichida biznes qoidalarini, ya'ni mana shu ilova get started bosilganda nima sodir bo'lishi kerak ekanligini interface ko'rinishida yozamiz. Local user manager interfeysi mana shu userning ma'lumotlarini boshqaruvchi interfays va u ikkita funksiyaga ega bo'lishi kerak. Ya'ni foydalanuvchi kirgan vaqtida get startni bosgan vaqtida shu qandaydir ma'lumotni xotiraga saqlash, bu birinchi action va o'sha ma'lumotlarni o'qish, bu ikkinchi action. Mana shularni ta'minlash uchun bizga ikkita funksiya kerak. Interface ichida ikkita funksiya yaratamiz. Birinchisi save app entry bo'ladi. Save app entry funksiyasining vazifasi get started bosilgan vaqtida foydalanuvchi kirganligi haqidagi ma'lumotni xotiraga yozish. Hop, ikkinchi funksiyasi esa xuddi o'sha xotiradagi ma'lumotlarni o'quvchi funksiya. Buni biz read app entry deb nomlaymiz. Va bu read app entry bizga flow turidagi ma'lumot qaytaradi, ya'ni uni string ko'rinishida to'xtovsiz o'qishimiz kerak, ya'ni yozilgan vaqtida darhol UI yangilanishi uchun buni qaytish turini flow sifatida belgilaymiz. Flow Kotlin ko'rsatkichindan kelishi kerak. Type argument sifatida boolean qiymatni uzatamiz. Nega endi aynan boolean? Chunki foydalanuvchi kirgan yoki kirmaganligini biz rost yoki yolg'on mantiqiy qiymat sifatida saqlaymiz. Mana endi bizda local user manager tayyor, asosiy qilish kerak bo'lgan ishlar. Ana endi bu local user managerni qiladigan ishlarni biz to'g'ridan-to'g'ri UI da foydalana olmaymiz. UI da foydalanishimiz uchun bizga use case'lar kerak bo'ladi. Domain layerda yangi package yaratamiz, ularni use cases deb nomlaymiz. Use cases o'zi nima? Use cases bu foydalanish case'lari, ya'ni foydalanish holatlari deb tarjima qilsak bo'ladi. Bizda ikki xil foydalanish holati bor, ya'ni ikki xil action bor. Save app entry, ya'ni o'sha foydalanuvchi kirganligi haqidagi ma'lumotni saqlash. Ikkinchisi bu read app entry, ya'ni o'sha ma'lumotni o'qish. Bularni biz view modelda use case'lar sifatida foydalanamiz. Buning uchun mana shu ikkala action uchun alohida use case klasslarini yaratamiz. Buning uchun klass yaratamiz. Birinchisi save app entry bo'ladi. Save app entry use case shunchaki klass va bu klass bizda konstruktorda local user managerni qabul qiladi. Private val local user manager. Va bu use case'larda odatda invoke funksiyasidan foydalaniladi, ya'ni operator funksiyasi, invoke funksiyasi bor maxsus Kotlin tilida invoke funksiyasi. Invoke funksiyasi nima ish qiladi? Invoke funksiyasi o'zi qachon ishga tushadi? Biz mana shu save app entry use case'dan obyekt olib, obyektni biz view modelda ishlatamiz va o'sha view modelga bu invoke funksiyasi shunday xususiyat beradiki, o'sha obyektni go'yoki funksiya kabi chaqirish imkoniyatini beradi. Funksiya kabi chaqirganimizda mana shu funksiya invoke funksiyasi ishga tushadi va bu funksiya ichida biz local user managerdagi save app entry funksiyasini ishga tushiramiz. Save app entry. Bu bizda birinchi use case. Ana endi keyingi use case bu read app entry use case. Read app entry use case. Bu ham klass va buni ham konstruktorda local user managerni uzatishimiz kerak. Local user manager va bu ham operator funksiyani
ishga tushirishimiz kerak invoke funksiyasini. Invoke local user managerda read up entry va read up entry bizda ma'lumot qaytaradi. Shuning uchun bunda ham ma'lumotni qaytarishimiz kerak. Buning uchun shundaki teng single expression ko'rinishida yozamiz. Bizda use case'lar tayyor. Bizda umuman domain layerda qiladigan ishlarimiz shular. Ya'ni domain layerda biz nima qildik? Domain layerda shunchaki manager yaratdik. Manager interface, ya'ni nima qilish kerak ekanligini belgilab oldik. Uni qanday qilish kerak ekanligini esa biz data layerda amalga oshiramiz. Bizda hozircha ikki xil qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor, ya'ni save up entry va read up entry, ya'ni ma'lumotlarni saqlash va uni o'qish. Bizda asosiy biznes mantiq mana shundan iborat. Ana uni qanday amalga oshirishni biz data layerda ko'rsatamiz. Data layerda ham yangi package yaratamiz, manager package. Va mana shu manager package ichida mana shu local user managerning implementatsiyasini amalga oshiramiz. Buning uchun local user manager impl klassini yaratamiz. Class bo'ladi va local user managerdan implementatsiya oladi. Local user manager. Bu yerda xatolik beradi, sababi local user manager interface'da ikkita abstract funksiya bor. Ularni implementatsiya qilishimiz kerak. Shunchaki alt enter ni bosamiz, implement members ikkalasini ham tanlangan holatda OK ni bosamiz va bizda mana shu ikkita funksiyani body qismini amalga oshirishimiz kerak. Biz foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni, ya'ni kirgan yoki kirmaganligini preference data store'da saqlaymiz. Preference data store bu kontekst obyektiga bog'langan maxsus xotira turi hisoblanadi va u ilova ma'lumotlarni, ya'ni foydalanuvchi haqidagi tokenlarni yoki parollarni yoki JVT token va shunga o'xshash ma'lumotlarni saqlash uchun qulay va u oddiy JSON fayl ko'rinishida qurilma xotirasi saqlanadi. Biz build Gradle faylida mana shu preference data store kutubxonasidan foydalanyapmiz. Undan esa kodda quyidagicha foydalanamiz. Birinchi o'rinda bizga local user managerda konstruktorga kontekst kerak. Private val kontekstni parametr sifatida olamiz. Kontekst shunchaki Android kontekst, Android kontekstni import qilamiz. Va mana shu kontekst, ya'ni kontekst klassiga mana shu yerda private property yaratamiz, extension property. Buning uchun private val kontekst klassiga data store xususiyatini yaratamiz. Bu extension property faqat shu fayl ichida ko'rinadigan maxsus property. Uni by delegation orqali preference data store funksiyasi kutubxona bilan birga keladi. Mana shu funksiyani chaqirish orqali yaratamiz. Buni name parametr qabul qiladi, ya'ni nom sifatida shunchaki user settings deb nomlaymiz. Settings. Data store bilan ishlashda bizga kalitlar kerak bo'ladi, chunki data store bu ma'lumotlarni kalit qiymat juftligida saqlaydi. Buning uchun biz maxsus obyekt yaratib olamiz. Object ref keys deb nomlaymiz va obyekt ichida up entry kalitini ishga tushiramiz, ya'ni yaratamiz. Up entry. Va buning uchun maxsus, ya'ni up entry bizda boolean ma'lumot saqlaganligi uchun boolean preference key funksiyasi bor va bu ham name argument qabul qiladi. Bunga up entry deb nom beramiz. Up entry. Ana endi bizda local user manager local user manager implementatsiya klassi mana shu kontekst obyektini qabul qilyapti va kontekstdagi ma'lumotlarga mana shu faylda joylashgan data store propertysiga bemalol kirsa bo'ladi. Bu klass orqali save up entry ni quyidagicha yozamiz. Save up entry funksiyasining maqsadi data store'ga foydalanuvchi kirganligi haqidagi ma'lumotni yozish. Buning uchun kontekstdan data store xususiyatida edit funksiyasi bor. Edit funksiyasi mana shu data store'ni o'zgartirishga imkoniyat beradi va bu yerda e'tibor bering, parametr sifatida it, ya'ni mutable preference kelyapti, ya'ni data store obyektini o'zi kelyapti. Buni biz nomlab olsak ham bo'ladi yoki shunchaki it sifatida foydalansak ham bo'laveradi. Biz shunchaki settings deb nomlab olamiz. Settings. Va mana shu settings iterable obyekt, unga array sifatida kirishi mumkin va bu yerda arraylarda indeks uzatilsa, bu yerda array emas, aslida map ko'rinishida bu yerda kalit uzatishimiz kerak. Kalit bizda mana shu kalit up entry. Buning uchun ref keysning up entry kalitini uzatamiz va shuning bu maydonning qiymatini true qilib belgilaymiz. Va bo'ldi. Ya'ni save up entry funksiyasining asosiy logikasi shundan iborat. Ya'ni data store'ni edit qilib, undagi up entry kaliti qiymatini true qilib belgilash. Va bu yerda xatolik beryapti, sababi edit funksiyasi suspend funksiya deb bersak, funksiya tanasida suspend kalit so'z bor, ya'ni suspend funksiya korotinlar ichiga tushgan. Bizdagi save up entry esa suspend emas. Buni shunchaki suspend kalit so'zini qo'yish orqali hal qilish mumkin. Faqat buni interfeysda ham suspend qilishimiz kerak. Suspend. Hammasi tayyor. Save up entry funksiyasi tayyor. Ana endi read up entry ni amalga oshiramiz. Read up entry ni body'sini olib tashlaymiz, shunchaki teng qo'yib context data store ni
data maydonini qaytaramiz. Data maydoni shunchaki qaytara olmaymiz, chunki data maydoni bu flow emas va aynan bizga kerak bo'ladigan bir qancha ma'lumot bor buning ichida. Shuning uchun map funksiyasini chaqiramiz. Map funksiyasi to'g'ridan-to'g'ri bu yerdagi datadagi ma'lumotlarni flow ko'rinishda qaytaradi va map hozirda butun boshli settings obyektini qaytarmasligimiz kerak. Shunchaki settings, ya'ni it kal so'zi orqali kiramiz va o'sha it, ya'ni preference data store, ya'ni bizga kelayotgan mana shu settings, uning ref keys up entry maydonini qaytaramiz. Bu yerda ham xatolik beryapti. Sababi bu yerda shunchaki o'qiganimiz nullable qiymat qaytaradi, bizda esa not null qiymat qabul qiladi. Shuning uchun buni else operatori orqali null bo'lgan holatlarda false qaytaramiz, to'g'ridan-to'g'ri false. Shu bilan read up entry funksiyasi ham tayyor. Ana endi bizda use case'lar tayyor, local user manager ham tayyor. Ana endi bundan foydalanish qoldi xolos. Buning uchun birinchi o'rinda biz UI, mana bu class morphism onboardingdan tashqarida UI package bor. Asosiy UI qatlam mana shu yerda navigation katalogini yaratamiz. Navigatsiyani boshqarish uchun navigation ichida yangi class yaratamiz. Uni nomini route deb belgilaymiz. Navigatsiya bu sahifalarni boshqaruvchi tizim. Ya'ni bizda ilovada qanday sahifalar bo'lishi mumkin? Foydalanuvchi kirgan vaqtida u onboarding screenni ko'rishi mumkin yoki avval kirgan bo'lsa asosiy app layoutni ko'rishi mumkin. Mana shu yerda bizda route tushunchasi paydo bo'ladi. Ya'ni onboarding bu bitta route, asosiy app layout esa boshqa route. Ularni bir-biridan ajratish uchun mana shu route klasslaridan foydalanamiz. Route klassi shield klass bo'ladi. Ya'ni route ichida biz routening undan meros olgan klasslarini yozamiz yoki obyektlarni yozamiz. Bizda ikki xil holat bo'lishi mumkin. Bularni objekt sifatida yaratamiz. Birinchisi onboarding route. Onboarding route mana shu routening o'zidan meros oladi. Ana endi bu yerda bizda route Jetpack Compose navigation tizimi route sifatida stringdan qabul qiladi. Shuning uchun biz bu yerga maxsus route xususiyatini belgilab ketamiz. U string qiymatga ega bo'ladi va onboardingni mana shu route maydonini shunchaki onboarding deb yozamiz. Keyingisi bizda asosiy app layout, buni main app route deb nomlaymiz. Route qiymati ham albatta boshqacha bo'ladi. Main app. Bizda routelar tayyor. Navigationda keyingi faylni yaratamiz. U app navigation deb nomlaymiz. Navigation bu fayl bo'ladi. Uning ichida composer funksiya yaratamiz. App navigation nomli va bu yerda parametr sifatida modifierdan so'ng start destination parametrini qabul qilamiz. Va bu string qiymat bo'ladi va null bo'lishi ham mumkin. Start destination nima? Start destination bu boshlanish nuqtasi, ya'ni ilovaga kirilgan vaqtida onboardingga kiradigan bo'lsa, bu yerda ilova kirilgan vaqtida agar foydalanuvchi avval kirgan bo'lsa, main app layoutga teng bo'ladi start destination, agar oldin kirmagan bo'lsa, onboardingga teng bo'ladi. Va bu yerda nullable qilishimizdan maqsad ilovaga kirilgan vaqtida preference data storedan ma'lumot o'qiladi va bu ma'lumot o'qilishi bir qanchadir vaqt oladi. Va o'sha vaqt davomida biz uni null sifatida belgilashimiz kerak. Ya'ni null bo'ladi qachonki preference data store o'qilgan vaqtida hali onboarding yoki main app ekanligi hal qilinmagan vaqtida null bo'ladi. Hal qilingandan so'ng yo u yo bunisi belgilanadi. Shunga qarab, birinchi o'rinda null bo'lgan holatni handle qilishimiz kerak. Agar start destination teng bo'lsa nullga, null qiymatga ega bo'lsa, hali onboarding yoki main layout belgilanmagan bo'lsa va aks holda, ya'ni belgilangan bo'lsa. Belgilanmagan holat uchun, ya'ni null bo'lgan holat uchun shunchaki bo'sh oq ekran ko'rsatishimiz mumkin yoki progress indikator ko'rsatish ham mumkin. Ya'ni yuklanayotganlik ma'nosini anglatadigan circular progress indikator. Biz hozir circular progress indikator ko'rsatamiz. Buning uchun box composable ichida circular progress indikatorini yaratamiz. Faqat o'rtaga joylashtirish uchun content alignment ga centerni ko'rsatishimiz kerak. Center va to'liq ekranni belgilash uchun modifier berishimiz kerak. Modifier max size. Hop, bu composable shunchaki bo'sh ekranda progress indikatorini ko'rsatadi. Else blokda start destination allaqachon qandaydir qiymatga ega bo'ladi yoki onboarding yoki asosiy layout. Va mana shu yerda asosiy navigatsiyani ishga tushiramiz. Buning uchun biz nowhost composable ni ishga tushiramiz. Nowhost composable bu barcha Jetpack loyihalarida eng tubda joylashgan root elementlardan biri hisoblanadi va barcha navigatsiya, ekranlar mana shu nowhost ichida almashadi. Bu bir qancha parametrlar qabul qiladi. Birinchi parametr bu yerda mana nav controller, ya'ni majburiy parametrlar bor. Nav controller va start destination. Modifier parametri ham bor. Funksiyada kelayotgan modifierni bunga uzatamiz va undan so'ng
nav kontrollerni uzatamiz. Nav kontroller odatda app navigationni boshqaruvchi app state ichida bo'ladi, lekin bizda hozir bu narsa yo'q. Shuning uchun oddiygina shu yerni o'zida yaratib ketamiz. Remember nav controller funksiyasi orqali. Va so'nggi parametr bu start destination. Start destination bizda parametr sifatida kelyapti. Undan so'ng asosiy content qismini yaratamiz. Content qismida quyidagi kodlarni joylashtiramiz. Ana endi e'tibor qiling. Bu yerda ikkita maxsus funksiya bor va ularda parametr sifatida route'larni qabul qilyapti. Ya'ni birinchisi onboarding route, keyingisi esa main app route. Ya'ni bizda mana shu start destination ikki xil qiymatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni yoki onboarding route ga ega bo'ladi yoki main app route ga ega bo'ladi. Agar onboarding route ga ega bo'lsa, quyidagi composable funksiya ishga tushadi. Agar main app route ga ega bo'lsa, quyidagisi ishga tushadi. Ya'ni navigatsiya mana shu yerda boshqariladi. Nahos komponenti start destinationning qiymatiga qarab composable'larni o'zi ishga tushiradi. Ya'ni ekranda qaysi composable kerak ko'rsatishni o'zi hal qiladi. Biz shunchaki qaysi route'da nima ko'rsatish kerak ekanligini belgilaymiz xolos. Hop, onboarding route'da onboarding screenni ko'rsatamiz. Main route'da esa hozircha bizda main, ya'ni ilovaning ichki qismi mavjud emas, shuning uchun oddiygina bo'sh ekran ko'rsatamiz. Ya'ni box ichida shunchaki text ko'rsatamiz va tekstga shunchaki you're welcome deb yozib qo'yamiz. Va box to'liq egallash uchun modifier fill max size va content alignment ga alignment centerni beramiz. Shunda o'rtada mana shu tekst ko'rinadi. Bizda navigatsiya tayyor. Ana endi bu navigatsiyani biz main activity ichida chaqiramiz. Main activityda onboarding olib tashlaymiz va mana shu app navigationni ko'rsatamiz. Va app navigationda muhim parametr bu start destination parametri. Start destination parametri bu qaysi oyni ko'rsatish kerakligini ko'rsatadigan parametr va bu parametrni biz sharit preference'da, ya'ni preference data store'da yozilgan ma'lumotga qarab aniqlashimiz kerak. Bu narsani esa view model orqali qilamiz. View model yaratishimiz kerak. Buning uchun onboarding package'da main activity yonida main view model yaratamiz. Main view model bu class bo'ladi va view modeldan meros oladi. View model. View model nima? View model bu ekran state'ini, ya'ni Jetpack Compose'ning state'larini boshqarish uchun maxsus komponent hisoblanadi. Ya'ni state'ni UI'ni o'zida ham boshqarish mumkin, lekin kattaroq state'larni view modelda boshqargan ma'qul. View model ichida bizda asosiy start destinationni state sifatida, holat sifatida saqlaymiz. Buning uchun quyidagi kodni joylashtiramiz. Bu yerda e'tibor qilsak, start destination nomli mutable state obyekti yaratilyapti va u string ma'lumotni saqlaydi va u null bo'lishi mumkin va default holatda null. Ya'ni bu yerda biz start destination boshlang'ich holatda null qilib belgilaymiz. Va shu null qiymatga ega bo'lgan vaqtida app navigation quyidagi composable'ni ko'rsatadi. Undan so'ng bu start destination oldiga mana bunday underscore qo'yilishi bu narsa private ekanligini anglatadi va bu dasturchilar orasida kelishilgan narsa, ya'ni private maydonlarni underscore bilan belgilaymiz deb kelishilgan va bunday ma'lumotlar faqat shu view model ichida o'zgartirilishi kerak. Va tashqarida bu state'ni o'qish uchun bu mutable state, tashqarida esa state sifatida o'qishimiz kerak. Ya'ni UI dan state sifatida o'qiymiz. Shuning uchun bu yerda start destination nomli ikkinchi o'zgaruvchi ham bor va u state ko'rinishiga cast qilingan. Mana endi bu narsani view modelda qanday o'qib olamiz? Main activityda shunchaki view model class, mana shu main view modeldan obyekt yaratamiz va uning start destination qiymatini olib mana shu app navigationga uzatamiz. Bizning maqsad bu narsani Dagger Hilt orqali amalga oshirish. Buni biz birozdan so'ng amalga oshiramiz. Undan oldin bu yerda mana shu start destination qiymatini belgilashimiz kerak. Buning uchun bizga init block ichida yozamiz. Kodlarni init block main view model yaratilgan vaqtida ishga tushadi. Ya'ni ilova kirilgan vaqtida aynan view model yaratiladi va shu vaqtda ishga tushishi kerak. Init block ichida biz read up enter ni chaqirishimiz kerak. Ya'ni bizda mavjud edi domain layerda read up enter use case. Ya'ni foydalanuvchi oldin o'sha data store'ga ma'lumot yozgan yoki yozmaganligini o'qib beruvchi funksiya use case. Bu use case'ni biz view modeldan foydalanishimiz kerak. Buning uchun view modelda konstruktorda buni chaqiramiz. Konstruktor private val read up enter use case. Mana biz read up enter use case keldi. Bu narsani biz Dagger Hilt orqali inyeksiya qilamiz. Birozdan so'ng read up enter use case keladi va mana shu read up enter use case ni funksiya kabi chaqirish mumkin. Mana shunday qilib
Nega buni bunday qilib chaqirish mumkin? Odatda o'zgaruvchilar bilan chaqirilmaydi. Masalan, start destination mana bunday qilib chaqirish mumkin emas. Lekin buni chaqirish mumkin. Nega chaqirish mumkin? Chunki unda maxsus invoke funksiyasi bor. Ya'ni invoke funksiyasining vazifasi aynan shu. Invoke funksiyasi mana shunday qilib chaqirish imkoniyatini beradi. Xo'p, chaqirgan vaqtimizda mana shu funksiya ishga tushib va u bizda mana read up entry funksiyasini chaqiryapti. Read up entry funksiyasi esa flow qiymat qaytaradi. Flow qiymat qaytaradi va bu flow qiymatdan biz main view modelda foydalanishimiz kerak. Bu yerda warning ko'rsatyapti. Agar sichqoncha olib kelib ko'radigan bo'lsa, bu yerda flow is constructed but not used, ya'ni flow yaratilgan, lekin foydalanilmayapti degan ma'nodagi ogohlantirish ko'rsatyapti. Biz undan foydalanishimiz kerak. Buning uchun 10 funksiyasidan foydalanamiz. 10 funksiyasi aynan shu flowda qaytayotgan qiymatni olishga imkon beradi. Biz unga nom berib olamiz. Entered deb, entered ya'ni kirilganmi degan o'zgaruvchi. Va mana shu enteredning qiymati bizda o'zi qanday qiymat? Enteredning qiymati bu aynan data layerda yozilgan mana shu boolean preference key, ya'ni up entry maydonidagi qiymat. Ya'ni mana shu funksiya bizga u true mi, false mi mana shu qiymatni qaytaradi. Biz o'sha qiymatga qarab start destinationni belgilaymiz. Qani endi agar entered bo'lsa, ya'ni kirilgan bo'lsa, unda keyin chetda if expressiondan foydalanamiz. Shunchaki start destinationning valuesi teng bo'ladi if agar entered bo'lsa route main up route'ga, aks holda route onboarding route'ga. Ya'ni bu yerda qanday logika? Entered qiymat keladi. Read up entry use case chaqirilganda entered qiymat agar true qiymatga ega bo'lsa, ya'ni agar oldin kirgan bo'lsa, unda start destinationning qiymatini main up deb belgilaymiz. Ya'ni asosiy ilovaga yo'naltiramiz. Aks holda uni onboardingga yo'naltiramiz. Ya'ni kirmagan bo'lsa, false qiymat qaytsa, demak else blokka tushadi va onboarding route'ga yo'naltiriladi. Start destination. Ana endi bu narsa view model ichida ishga tushishi uchun shunchaki launch in xususiyatga, ya'ni funksiyaga view model scope'ni berishimiz kerak. View model scope bu aynan shu view model klassida mavjud bo'lgan maxsus dispatcher hisoblanadi va bu UI threaddan alohida threadda ishga tushadi. Bizda main view model tayyor. Ana endi main view modeldan so'ng biz mana shu yerda dagger hildni amalga oshirishimiz kerak. Dagger hildni amalga oshirish uchun birinchi o'rinda root package'da yangi klass yaratamiz. Nomini shunchaki meditation application deb nomlaymiz. Application class bo'ladi va application classdan meros oladi. Konstruktorni chaqiramiz. Application class bu Android ilovalarni ifodalovchi klass va bunga maxsus annotatsiya qo'yishimiz kerak. Health Android app nomli annotatsiya. Ana endi bu klass o'zi nimaga kerak? Dagger Hilt bu dependency injection kutubxonasi, ya'ni dependency degani bu qaramlik. O'zi qaramlik bu qayerda kelyapti qaramlik? Qaramlik masalan read up entry use case ga qarasak. Read up entry use case mana bu invoke funksiyasini chaqirish vaqtida local user managerning read up entry funksiyasini chaqiryapti va local user managerni aynan u tashqaridan qabul qilyapti. Mana shu narsa bu yerda dependency, ya'ni qaramlik hisoblanadi. Va bu narsani tashqaridan olib kirish kerak. Aynan dependency injection deb shu obyektni ishlash uchun kerak bo'lgan boshqa bir obyektlarni tashqaridan olib kirishga aytiladi. Bu narsani biz oddiy ruchnoy qo'lda qilishimiz mumkin, ya'ni read up entryni yaratishimiz, unga local user managerni oldindan yaratib berishimiz mumkin. Lekin Dagger Hilt mana shu narsani avtomatlashtirish uchun xizmat qiladi. Ya'ni shu manual dependency injectionni osonlashtirish uchun kerak. Shuning uchun Dagger Hiltdan foydalanamiz va bu yerda Dagger Hilt mana shu obyektlarni oldindan yaratadi va bu yaratilgan obyektlarni qandaydir konteynerda saqlaydi. Va ana shu meditation application, biz yaratgan application class aynan shu konteyner vazifasini bajaradi. Shuning uchun biz bu yerga Hilt Android app annotatsiyasini qo'yamiz. Ya'ni Hilt shunda mana shu klassdan foydalanadi. Faqat bu klassni mana shu applicationda ishlatayotganimizni mana bu Android manifestda e'lon qilishimiz kerak. Buning uchun application tagini name attributiga aynan shu klass nomini ko'rsatamiz. Ana endi application tayyor. Bu yerda onboarding ichida yangi package yaratamiz. DI package, dependency injection va buning ichida yangi Kotlin fayl yaratamiz. Uni nomi onboarding modul bo'ladi. Onboarding modul va bu shunchaki obyekt bo'ladi. Modullar nimaga kerak? Dagger modullari, bu bizga Dagger moduli, ya'ni dependency injection kerak.
Dagger modullarida biz aynan dependencyni qanday qilib ta'minlash kerakligi haqidagi kodlarni joylashtiramiz. Ya'ni, misol uchun save app entry use case local user managerni qabul qilar ekan va mana shu local user managerni qanday qilib bu obyektga berish logikasini yozamiz. Va bu yerda xatolik bor ekan, save app entry xato beryapti. Sabab bu yerda save app entry suspend funksiya bizda use case esa suspend funksiya emas. Operator funksiyasini suspend qilib qo'ysak bo'ldi, shunchaki suspend muammo yo'qoladi. Xo'p, ana endi dependency injectionga qaytamiz. Onboarding modulda quyidagicha kodlar yozishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu modulni Daggerga bildirib qo'yishimiz kerak. Uning uchun hech modul annotatsiyasini qo'yamiz va bu modulni bir marta yaratilib qayta foydalanish uchun installing annotatsiyasi ichida parametr sifatida singleton component ni berishimiz kerak. Singleton component class, ya'ni mana shu modulni singleton sifatida, ya'ni singleton patternni qo'llagan holda yaratadi. Singleton degani bir marta yaratilib qayta foydalanish, ya'ni ilovani umri davomida u bir marta yaratiladi. Bu esa qayta yaratilishni oldini oladi. Xo'p, ana endi bu yerda biz dependencylarni qanday qilib ta'minlash kerakligini aytamiz. Xo'p, birinchi o'rinda use case'larni qanday ta'minlash kerakligini ko'rsatib qo'yamiz. Buning uchun shunchaki funksiya yaratamiz. Funksiyaga nom beramiz provide save app entry. Provide save app entry funksiyasi mana shu app entry, ya'ni save app entry obyektlari kerak bo'lgan vaqtda qanday yaratish kerak ekanligini ko'rsatadi. Buning uchun biz funksiya tanasida qaytish turini belgilashimiz kerak. Qaytish turi bu shunchaki save app entry. Buni tanasiz ham yozsak bo'ladi. Shunchaki teng qilib save app entry use case. Mana va save app entry use case bu yerda parametr sifatida local user managerni qabul qilar ekan, uni biz mana shu funksiyaning parametridan olishimiz kerak. Local user manager va kelgan parametrni bunga uzatamiz. Local user manager. Provide save app entry funksiyasi shunchaki local user managerni qabul qiladi va o'sha olingan obyektdan save app entry use case ni yaratadi. Va mana shu save app entry use case dan foydalaniladigan holatlarda aynan shu funksiya ishga tushadi. Bu narsani Daggerga bildirishimiz uchun bu yerda annotatsiya qo'yishimiz kerak. Provides va singleton annotatsiyalari. Provides bu mana shu save app entryni provide qiluvchi funksiya ekanligini, singleton esa bir marta yaratilishi kerak ekanligini anglatadi. Xuddi shu kabi keyingi use case ni ham yaratamiz. Shunchaki copy qilamiz va provide read app entry deb nomlaymiz. Bu ham local user managerni qabul qiladi va save app entry emas, read app entry use case ni yaratadi. Ana endi bu yerda hali muammo bor. Local user managerni parametr sifatida qabul qilyapmiz, lekin hali Dagger Hilt local user managerni qayerdan olishni bilmaydi. Uni ham xuddi shular kabi provide qilishimiz kerak. Hop. Provide local user manager context obyektini qabul qilar ekan, context-ni funksiyada parametr sifatida olamiz. Context shunchaki context va mana shu context-ni uzatamiz. Context. Ana endi bu context qayerdan keladi? Contextga annotatsiya qo'yamiz. Application context nomli va qolgan annotatsiyalarni qo'yamiz. Provide va singleton. Ana endi context qayerdan keladi? Context aynan biz yaratgan meditation application orqali bu yerga avtomatik inyeksiya qilinadi. Bizda dependencylar inyeksiya qilish kodlari tayyor. Mana endi bulardan foydalanuvchi chaqiruv saytlariga ham o'zgartirishlar kiritishimiz kerak. Birinchi o'rinda main view modelga. Hop, main view modelda read app entry use case dan foydalanilyapti, lekin bu aynan read app entry use case ni Hilt ko'rmaydi, chunki umuman bu kodga e'tibor bermaydi. Bu kodga e'tibor berish uchun bu yerda biz view modelga Hilt view model annotatsiyasini qo'yishimiz kerak. Va Hilt view model annotatsiyasiga ega bo'lgan har qanday view model konstruktorida majburiy konstruktorga ega bo'lishi kerak va unga inject annotatsiyasi qo'yilishi kerak. Inject. Ana endi Hilt view model obyektida inject annotatsiyasiga ega bo'lganda mana shu konstruktor parametrida kelayotgan bog'liqliklarni o'zi avtomatik yaratadi va mana shu yerga inyeksiya qiladi. Read app entry ko'rsatilgan. Read app entry esa mana object modulda read app entryni qanday yaratish kerak ekanligi ko'rsatilgan. Mana shu kod asosida read app entryni yaratib main view modelga uzatadi. Ana endi
main view modelga hilt view model annotatsiyasi qo'yilgandan keyin uni maxsus funksiya orqali yaratish mumkin. Main activityga qaytamiz va bu yerda main view modelni yaratamiz. Val main view model. Tip ko'rsatsak bo'ladi main view modelni va shundan so'ng shunchaki hilt view model funksiyasini chaqirish orqali buni yaratamiz. Hilt view model funksiyasi faqatgina mana shunday hilt view model annotatsiyasiga ega bo'lgan view modellarni yarata oladi xolos. Ana endi start destinationga mana shu main view modelning start destination state'ning qiymatini uzatamiz. Valuesini. Shu bilan tayyor. Va bu yerda main activity'ning o'ziga ham maxsus annotatsiya qo'yishimiz kerak. Hilt emas, Android entry point annotatsiyasini qo'yishimiz kerak. Ya'ni hilt aynan bu yerda mana bu hilt view model funksiyasi ishga tushganligi uchun aynan mana shu annotatsiyaga ega bo'lishi kerak. Chunki Dagger bu annotatsiyasiz bu ichidagi hilt view modelni ishga tushira olmaydi. Deyarli hammasi tayyor. Ana endi test qilib ko'ramiz, yana ilovani ishga tushirib ko'ramiz. Run qilamiz. Bizda hozircha ilova ishga tushdi. Birinchi o'ringa keling, close buttonni tekshirib ko'ramiz. Bo'lganda ishladi. Mana ilovadan chiqib ketdi. Qayta run qilamiz. Next bosamiz. Next. Get started. Hozircha hech qanday xato ro'y bermadi va get started bosganimizda asosiy layoutga o'tmadi. Chunki biz hali get started bosilganda foydalanuvchi kirgan haqidagi ma'lumotni saqlamayapmiz. Endi bu narsani amalga oshirish uchun onboardingda presentation layerda onboarding view model yaratamiz. Onboarding view model bu ham class va bu ham view model dan meros oladi. Konstruktor chaqiramiz. Buni ham hilt view model sifatida belgilaymiz. Hilt view model va har qanday hilt view modeli majburiy konstruktorga bo'lishi kerak. Konstruktor va inject annotatsiyasi qo'yish kerak. Injeksiya va ana endi bu yerda bizda mana shu foydalanuvchi kirganligi, ya'ni get started bosilganligi haqidagi bosilgan ishga tushgan funksiya bo'lishi kerak. Buni shunchaki funksiya sifatida yaratamiz. Funksiya save up entry deb nomlaymiz. Va bu funksiya tanasida biz save up entry use case dan foydalanamiz. Buning uchun biz save up entry use case ni konstruktorda belgilaymiz. Val save up entry use case va save up entry use case ni shunchaki parametrga belgilasak, hilt view model avtomatik Dagger hilt buni mana bu yerda belgilangan tarzda yaratib bizga uzatadi. Environmentda save up entry da bu ko'kka chiqib qoldi. Bossak aynan shu yerga keladi. Ya'ni mana shu yerda foydalanilyapti. Save up entry ichida save up entry use case ni chaqiramiz. Mana shu chaqirishimiz bilan ish bitadi. Faqat bu yerda xato beradi, chunki bu suspend funksiya va bu save up entry suspend emas va biz bu yerda suspend qilib buni tuzatishimiz mumkin, lekin bu narsa ish bermaydi, chunki UI da biz buni suspend qilib chaqirmaymiz. Shuning uchun buni view model scope ichida amalga oshiramiz. Shunchaki view model scope.launch, ya'ni view model scope bu shunchaki dispatcher, uning launch funksiyasi bor, coroutine ishga tushiradigan. Shuni ichida chaqiramiz va hammasi tayyor. Ana endi bu onboarding view modeldan qanday foydalanamiz? Hop, onboarding view modeldan onboarding screenda foydalanamiz. Onboarding screenga parametr sifatida view modelni qabul qilamiz. Hop, view model parametrini onboarding view model qilib belgilaymiz va default holatda hilt view model funksiyasini chaqirib qo'yamiz. Hilt view model funksiyasi avtomatik bu yerda view modelni yaratadi. Va yaratilgan view modelning bundan oldin yaratgan mana shu save up entry funksiyasini get started va skip tugmalari bosilgan vaqtida chaqirishimiz kerak. Skip ichida ham view model save up entry, get started ichida ham view model save up entry. Shu bilan hammasi tayyor. Ilovani run qilamiz va test qilib ko'ramiz. Next bosamiz. Next va get started. Va qarabsizki, mana you're welcome. Va ilovadan chiqib qayta kiramiz. Va hammasi to'g'ri ishlayapti. Ya'ni preference data store'da ma'lumot yozildi foydalanuvchi kirganligi haqida va keyingi safar kirganimizda main activity ishga tushgan vaqtida view model yaratilyapti. Main view model yaratilgan vaqtida init block ishga tushyapti. Init block ichida esa read up entry use case chaqirilyapti va read up entry use case bizda mana shu local user manager'dagi read up entry ni chaqiradi. Read up entry esa data layer'da yozilgan o'sha data store'dan ma'lumotni o'qiydi va bu safar true qiymat qaytardi, false emas, true qiymat qaytardi
true qiymat qaytganligi sababli men view modelda true quyidagi if bloki bajarildi, ya'ni main route belgilandi, start destination sifatida main route belgilandi. Main route start destinationda main route bo'lganligi sababli UI da navigation quyidagi holatga tushdi va bizga mana shu tekst ko'rsatildi. Shu bilan ilova oxiriga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarda xuddi shu ilovani Flutter'dagi versiyasini amalga oshiramiz. Shuni aynan nusxasini Flutter framework orqali yozib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.